Hamma narsa u turmush qurgandan keyin boshlanadi. Ungacha hammasi yaxshi, qanaqadir hamma narsani bilaman deysiz, lekin ikkita nima deyman, bu uzuk birlashgandan keyin o'rtada naqala bo'ladi keyin farzand tug'ilishi ichimdagi qanaqadir g'ashlik deymizmi yoki xavotir deymizmi bo'laverganda doim shoshganman. Xuddiki vaqt tugab qoladi va men bo'sh o'tirib qolsam xuddiki keraksiz insonga aylanib qoladigandek go'yo bo'lardim. Turli xil psixologlarni ham eshitadigan bo'ldim, o'zim ustida ishlaydigan bo'ldim, lekin har xil metodikalar turli xil. U yoqdan o'rganaman, bu yoqdan o'rganaman. Nimaga bu boshqacha aytadi, bu boshqa shunaqa inson bo'lsa ediki, nima deydi? Xuddi shkafga bunday taxlab qo'ygandek hammasini tushuntirib bersa edi deganimda bitta seminar bo'lgan, bilet olganman va borganman. O'sha kuni o'rtog'imning tug'ilgan kuni bo'lganda ketishim kerak. Yarmidan keyin ketishim kerak edi. Oxirgacha hozir agar mana hozir chiqadigan spiker yaxshi bo'lsa, bo'lmasa ketaman tug'ilgan kunga deb turdim-da. 4tadan keyin men uchun Umidanlarning 5-chisi bo'ldi. Shunday chiqdim, chiqib ketyapman ishing tagida-da. Keyin ular haqida ma'lumot ketdi. 6ta farzand onasi, nechtadir institutlarni bitirgan, qat'ladadir o'qigan, hamma narsaga ulgurgan. Menga как shu narsa kerak edi-ku. Men ulgura olmayapman hech narsaga. Bitta farzandim bilan o'sha paytda bir nafar farzandim bor. Hech narsaga ulgura olmayman deganman. Yo'q, shularda o'qishim kerak, chunki bular bu yo'lni bosib o'tganlar deganman-da. O'tirganman. Tug'ilgan kunga kech borganman, lekin seminar oxirigacha o'tirganman va seminar oxirida o'sha yerda o'zida kursga to'liq ketganman. Chunki haqiqatdan meni og'riqlarimni gapirganlar, men shu insonning farzand tarbiyasini o'rganishim kerak deganman. Qarang, aslida farzand tarbiyasi bu bitta qaysidir qismi ekan. O'zimni tarbiyamni, o'zimni o'rganishim kerakligini anglaganman. O'sha paytdagi hayot ustaxonasida haqiqatdan ustaxona bo'ldi deya olaman. Hayotda insonlarni nima uchun bizani atrofimizga maydoniga kelishi, nima uchun bizga kirib kelishini bildim. Keyin atrofimda umuman sekin astalik bilan aybdorlar yo'qolishni boshladi. Aslida hamma narsaga biz sababchiligimiz, ular shunchaki rol o'ynab berayotganini his qilgandan keyin hech kimdan xafa bo'lmaydigan, jahlim chiqmaydigan, qaytanga hammani yaxshi ko'rishni boshlaganman. Eng muhimi ichimdagi ichki xotirjamlikni topa oldim. Va raqslarni birlashtirib o'sha sokinlikka kelishni boshladim. Aslida shoshilmasdan ko'p narsaga erishish mumkinligini bildim. Va bu narsa meni darslarimda qo'llashni boshladim. O'sha gaplarni yoki desam qaysidir metodikalarni qarasam borgan sari bu juda ham qizg'in bo'lib ketdi va davom ettirdim. Salkam 1 yil davomida Umidanlarni o'qidim. Boshida o'sha hayot ustaxonasi, keyin prof kursini, mana yaqinda yanvar oyida esa analiz kursini bitkazdim. Qarang, hozir mana shu narsani his qilyapman dedi va bu hissiyotlarni his qilish bu norm. Erkak kishiga ham, ayol kishiga ham. Endi to'g'ri, ayol kishi ko'proq hissiyotlarga boy bo'ladi. Erkak kishi ko'proq logikaga bo'ysunsa, biz hissiyotlarga bo'ysunamiz. Bu hissiyotlarimiz bor, buni yopa olmaymiz, aytamiz va buni juda ham yaxshi qabul qilgandan keyin ana shu bomba portlashgacha yetib bormaymiz. Alhamdulillah, shu oxirgacha bo'lsa shu. Davom etsin.